Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men Qashqadaryodan telefon qilyotgandim. Ismingiz? Ismim Zuhra. Men farzandim 7 yoshar farzandim bor. Hamma harflarni ayta oladi, faqatgina R harfi bilan R harfini aytishga juda qiynalib aytadi. Men shunga nima deb maslahat berasizlar deb so'ramoqchi edim. Oldindan rahmat. O'zingizning nutqingiz juda ravon ekan. Sizda hamma harflar yaxshi chiqyapti. Demak, farzandingizda ham bu o'zgarishlar bo'ladi. Ozgina qarasangiz yaxshi bo'lib ketadi. Oyisi 6 yoshgacha o'zi bolalar bir xil bolalar R-ni, L-ni, bir xil ayrim bolalar Sh-ni ayta olmaydi. Buni kasallik deb hisoblanmaydi. Lekin sizni bolangiz aytishingiz bo'yicha 7 yosh bo'libdi, endi maktabga chiqadigan vaqti bo'libdi. Albatta logoped yoki defektolog degan shunaqa mutaxassislar bor. Mana shu so'zni gapiradi-yu, lekin ayrim harflarni gapira olmaydigan bolalar bilan shug'ullanadi. Shu mutaxassislarga murojaat qilsangiz, menimcha bolangiz gapirib ketadi. Eng muhimi kayfiyatni, shashtni tushirmaslik kerak onajonlarimiz. Telegramdan kelgan savollar: qizim 5 oylik, ichi ketyapti, nima bersam bo'ladi? Keyin chap oyog'i tiq-tiq qilyapti. Kalsiyni necha oylikdan berish kerak debdilar. Bularga men maslahatim, ichi ketayotgan bo'lsa, juda endi miqdorini bilmaymiz, umumiy qilib aytibdilar, ichi ketyapti deb. Unda infeksionist vrachiga murojaat qilish kerak. Birinchi o'rinda ich ketishni to'xtatish kerak. Ich ketish orqali bola suvsizlanib qolishi mumkin va suvsizlangandan ham ko'ra buyragiga suv bormasligi uchun buyrak suvsizlanib qolishi mumkin. Birinchi o'rinda ich ketishini to'xtatib, oyog'ini chap tomoni anaqa simptom shilchqa deyiladi, ya'ni shiq etib tovush berayotgan bo'lsa, albatta rentgen qildirib, ya'ni chanoq son bo'g'imini rentgen qildirib, ortopedga murojaat qilsalar bo'ladi. Yana o'xshash savol, siz bu savolga javob berdingiz. 2 yosh qizim tomog'i og'rigan, antibiotiklar berdim, lekin tuzalmadi. Nima qilsam bo'ladi debdilar. Tomog'i og'rigan bo'lsa, antibiotik berdingiz va davom etayotgan bo'lsa, bu ko'pincha surunkali tanzilitdan dalolat beradi. Bunaqa holatda bir kunda 2-3 marta antiseptik vositalar qo'shib chayish orqali ham kasallikdan xalos bo'lsa bo'ladi. Antibiotikgacha borish shart emas, demak. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Buncha quvnoq ovozingiz, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Toshkent shahridan, Olmazor tumanidan Dildoraman. Xursandmiz Dildoraxon. Savolingiz? Savolim 8 yoshli o'g'lim bor, 2-sinfga o'tadi yaqinda. Kichkinaligidan qo'lini so'radi, bosh barmog'ini har doim so'rib yuradi. Shuni nimadan ekan deb bilmoqchi edim. Yaqinda maktabdan rasmlari kelib, maktabda ham qo'lini so'rib o'tirar ekan. Demak, farzandingiz juda erkatoy bo'lsalar kerak balkim. Lekin unaqa nima deydi, muammolar yo'q uyimizda, depressiya, nevrologik muammolari yo'q, holatlari yaxshi uyimizda hamma narsasi. Lekin shunda ham qo'lini so'rab o'tirishni yaxshi ko'radi. O'zingiz ham bir qovoq soladigan onaga o'xshamaysiz ovozingizdan. Shunaqa yaxshi hammasi uyimizda. Demak, hozir shifokorimiz sizga javob beradilar, marhamat. Oyisi, bolangiz qo'lini ko'p so'rayotgan bo'lsa, bu bola bolaligida so'zga so'rmaganmi, so'rg'ich? So'rgan, so'zkani yaxshi ko'rardi-da, so'zkasini yaxshi ko'rgan. O'sha so'rg'ichga bo'lgan mehri bu bolada qolib ketgan. Endi bu kasallik deb ayta olmayman, albatta bu nima deyiladi, odat desa ham bo'ladi. Bunaqa bola bilan ko'proq neyropsixolog yoki o'zingiz psixologik gapirib shu holatdan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni bolani o'sha miyasiga yetib boradigan darajada gaplashish kerak. Bu odat chiroyli emas, bu odat yaxshi emas, senga shuni qilmasa ham bunaqa qilib beraman deb bolani chalg'itib shu holatdan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu o'sha ya'ni emiziklik vaqtida kichkinalikda so'rg'ichga bo'lgan mehri hali ham davom etmoqda. O'rniga bironta o'yinchoq berib qo'yishingiz mumkin, yaxshi ko'radigan va shuni ushlab yurgin deb bolani shu odatdan bu odatga chalg'itish mumkin. Faqat shirinlik emas. Shirinlik emas, o'yinchoq. Shirinlik juda xavfli ekan. Demak, onajonimizda hammasi, chunki bolalar uchun eng yaxshi ruhshunos onasi. Onaning o'zi. 14 yoshgacha onadan yaxshi ruhshunos yo'q. Eng yaxshi davo ham onaning mehri. Onaning mehri. Bizda yana savollar bor. Assalomu alaykum. 8 oylik o'g'lim bor. Akvadetrin bermoqchi edim. Qaysi vaqtda bersam bo'ladi? Oldindan rahmat. Vitamin D yog'li vitaminlar qatoriga kirganligi uchun ko'proq ertalab beriladi. Lekin akvadetrin bu suvli vitamin D. Shuning uchun